Nima qilsam ham qaynonamga yoqmayapman. Qilgan ovqatlarim hech qaysi yoqmaydi. Hech ham tillarini topolmayapman degan kelinlarimiz uchun qaynonaning tili degan salat retsepti bilan bo'lishaman. Nomi noodatiy, lekin salatimiz juda ham mazali chiqadi. Baqlajonlarning narxi tushib ketdi. Albatta bu salatdan tayyorlab ko'ring. Salatimiz uchun ikkita baqlajonni yupqaroq pari qilib kesib olib, tuzli suvga solamiz va yarim soatga olib qo'yamiz. Bu orada ichiga suradigan nachinkasini tayyorlab olamiz. Tvorojniy sirga mayda to'g'ralgan kashnich va ezib olingan sarimsoq piyoz solib aralashtirib qo'yamiz. Baqlajonlarimizni quruq salfetkada quritib olamiz. Avval unga, so'ngra tuxumga, eng so'ngida panirovchniy suxarikka ikkita tarafini bulab olamiz va qizib turgan yog'da ikkita tarafini pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan baqlajonlarimizni quruq salfetkaga ortiqcha yog'larni qoldiramiz. Endi eng qiziq jarayon, baqlajonlarimizni tayyorlab olgan tvorojniy sirlarimizni surib olamiz. Salat bargi yoki bo'lmasa aysberg karamlaridan qo'yib, uzunchoq qilib to'g'ralgan pomidorni qo'yamiz. Ruletga o'xshatib o'rab olamiz. Salatimiz tayyor. Oyijoningiz bu salatdan bir marta yeb ko'rib, kelin posha faqat shundan tayyorlang deyishlari aniq.